Avval esa bir afsonani buzib olaylik. Shveysariya har doim ham tinch mamlakat bo'lmagan. O'rta asrlarda Shveysariya kantonlari jangovar piyoda qo'shinlari bilan mashhur edi. Shveysariya yollanma askarlari Yevropaning ko'plab urushlarida qatnashgan. 1515-yilda Marignano jangida konfederatsiya Fransiyadan og'ir mag'lubiyatga uchradi. Ommabop hikoyada esa aynan shu mag'lubiyat Shveysariya neytralitetining boshlanishi sifatida aytiladi. Lekin tarix bunchalik sodda emas. Mag'lubiyat tashqi yurishlarni chekladi, ammo Shveysariya birdaniga urushlardan butunlay voz kechmadi. Hatto keyingi 10 yilliklarda ham kantonlarning ta'sirini kengaytirishga urindi. Demak, 1515-yil tayyor neytrallik tug'ilgan kun emas. Bu uzoq siyosiy burilishni ramziy boshlanishi edi. 1648-yilgi Vestfaliya tinchligi Shveysariya konfederatsiyasining muqaddas Rim imperiyasidan huquqiy mustaqilligini mustahkamladi.